Matep, charchadim Zubayr. Boshlarim aylanib ketdi. Ertalab choy ichmaganman. Biror narsa yeb olaylik. Makaron qilib deysizmi? Rostdan sen menga qara. Italyancha makaron qilishni bilasanmi? Ha. Qani ketdik. Zubayr, oyingni gapiga ko'proq quloq solasanmi yoki dadangni? Onamni. Onangni? Nega? Oy ko'p gapiradi. Zubayr, men senga qarash boraymi? O'zim qilaman. Men unga ichkarida dam olib turaman. Tayyor bo'lganiga chaqirib yuborasiz. Xo'p? Xo'p. Chiqaman. Buni turimiz. Mayda olamiz. Hammasini joylaymiz. Piyoz solamiz. Pomidor ham, zaytun yog' solamiz. Zavoy solamiz. Chesnoni gali. Endi buni aralashtiramiz. To'g'ni go'shtini solamiz. Tomat qo'yamiz. Pishloqqa gali. Juda tayyor. Ye, toyman. Voy, toy. Qancha turadi bu pechkada, Zubayr? 40 minut. 40 minutmi? Bo'ldi, mana gap yo'q. Ana azizlar. Juda hidi chiqdi. Ye, toy pishdimi? O, mana bu italyancha makaron bo'ldi-ku. Voy, o, toy. Nechi baho qo'ying bunga? 5. Hay, o'zingiz ham 5 yoz. Bu ham 5 mi? Qani, men mazasini ko'ring-chi. Yo, 5 qo'ymayman. 10 qo'yaman.